Falakat kelin. Choydan keyin begim. Har kuni issiq choy ichaman. Voy, unaqa meni uyaltirmaydi. Onangni sakayko. Voy, ja issiqmas-ku. Daryodan oqib keladi. Shohlardan marvarid. Voy. Su, parasha olayapti. Tela. Voy sharmanda, hammasiga shu kopda aybdor. Voy, headshot. Begim, sizga choy olib keldim. Ay yasha. Beparosat issiq kunda issiq choy olib kelasanmi? Voy, unaqa demang. Seni falokat odatlaringni bilib qolganmanmi? Voy, men unaqa falokat demang. Onangni sakayko. Ay, qo'lim. Ada bir gap aytsam noto'g'ri tushunmaysizmi? Gapir bolam. Xotinim, ya'ni keliningiz falokatmi deyman. Nega unaqa deysan? Bir ish qilsa bir balon boshlaveradi. Hattoki oldingizdan o'tsa-hamchi falokat bo'ladi, ishoning. Assalomu alaykum adajon. Va alaykum assalom. Qo'ysangchi. Ay, yetdim ko'p falokatli bu. Falakat kelin. Bu nimaga qarshi ukol? Bu ukol qo'yi gijjasiga qarshi ish qilib ukol qila olasanmi? Ha, qilaman. Qaqoyi. Menga tiqib qo'yding-ku. Ana endi gijiz bo'lmaydi. Hozir bu jo'rani poylayman. Voy, bobolarim meni $300 oldi be. Voy, bittasi ikkitasi dovul qildim. Men chaqirdim onasi. Duxovkani tagi yonmayapti. Bo'pti, qachdi. Duxovkani pasini yoqib yuborchi. Voy, rostdan ham pas ishlamayapti. Boshingiz qizimayaptimi? Yo'q. Boshingiz yo'qmi? Falokat. Duxovkani tepasi yoqmading. Namuncha boshingiz qattiq patmisimi? Pachoq qildingiz. Hadi. Voy, yana dovul qildim. Ada, tez bo'ling, hozir xotinim kelsa bir falokatni boshlaydi. Bo'ldi. O'z kelindasidan sog' joyim qolmadi. Assalomu alaykum adajon, yaxshi o'tiribsizlarmi? Va alaykum assalom. Ada, qari, xotinim kelgan bo'lsa ham falokat bo'lmadi. Kelinimni falokat aribdi. Nega meni doim falokat deyorasiz? Tavba. Voy. Ada, falokat aribdi buni qali. Voy, bunisi endi hetrik bo'ldi. Falakat kelin. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Nega boshingizga kaska kiyib oldinglar? Endi bilib bo'lmaydi, nimadir boshga uchib tushishi mumkin. O'shancha kaskani kiyib oling. Men sizlarning uylarga tug'ilgan kunga kelganman. Nimaga kaska kiyaman? Yetmadi demay mehmon. Svitni o'chirib qo'ydinglarmi? Kaska. O'shancha otam aytganlar qilib kaska kiyib olish kerak edi. Mehmon kaska kiymamidilar. Buni qilaman desam, buni qaqa qo'yishni bilmayman chiroqni. Keling adajon, men ushlab turaman chiroqni. Keling, siz ishlaringizni qilavering, men o'zim qilaman. Mayli, o'zingiz bilasiz. Falokat bo'lgandan ko'ra bo'ynimga ilib ola qolaman. Agarda hozir mashina o'rab olib qo'ymasam, adajon menga o'xshab qoqilib tushadilar. Tushunmadim, o'rab qo'yganmi? Voy, kelin. Yaxshiyam shu shlem bor ekan. Falokat. Odam payponi bir poyi yaxshi hurmatli dazmol bosib yubar. Ha bo'ladi. Ya nima bo'ldi? Tinchlikmi? Oy, o'pkuydi. Ey, adajon, shuni o'g'lingizga ota bolani bir xil muhrladi. Yo'q, sen o'g'il bola bo'lib shashlik yeysiz. Annam tortib qopti dadam.
Olovlar hukmdori keldi. Bunga benzin setish kerak. Shibida. Voy ada, kirimiz. Hayotinglarni saqlab qoldim. Yaxshi, biznes bormadi bolam. Kimni dabdala qilding? Mayli, yangisini olib beraman. Bolam, xotining magazinni yoqormasa bo'ldi. Adajonim, Manhattan do'konida shunaqa ajoyib finkalari bor ekan. Razmerlari, ranglaridan ham bemalol topasiz. Narxi atigi 109 ming so'm. Nafaqat finkalar, balki shimlar ham bor. Narxi atigini 89 ming so'm yozgan emas-da. Ko'rib turgan barcha tabichkalar atigi 99 ming so'mdan sifati dahshat. Bu chegirmalar Manhattanning barcha do'konlarida amal qiladi. Ota-bolaga bir xil qilib olib beraymi? Oyog'imiz kuygandan beri tamchi kiyadigan bo'lib qoldik. Shuni o'ziga olib qoling. Voy sharmanda, aka va yiqitganlar hammasiga hisoblaydi. Yechib oling. Vela ciao, ciao, ciao. Men sevaman, Harakat kelin. sen sevasan. Sichqin olgan bakti bittu-bit. Suyunmang, tavba. U palakat bitta. Nimaga meni doim palakat deyapsiz? Bitta o'ptirganingda shu palakat bo'lmasdi. Ertalabdan boshim bor. Birinchisi. O'san juvan olib kelvaring. Shu seningcha palakat chiqdi-da. Adajon, nima qilyapsiz? Sevara to'g'ilonmi? Ha? Adajon, o'san sizga javobida. Fatmi, unaqa. Aylantir. Vela ciao, Bir, ikki. Dubl qildi. Ikkita ustunni qo'yib navas qilamiz. Adam buni turmayapti-ku. Arqon bo'ylab nargi ustunga qotir qo'ylaring. Kalla biram. Voy, qaysi palakat bog'lab qo'ydi buni? Bir, ikki, uch. Oh, uchtasi ag'anabdi. Hetra kech qolguncha poker qilaman. Tez so'ramasa chalab ketiz. Menga teg'iz olmading. Palakat. Bir, ikki, uch, to'rt. Oh, to'rtta poker qilib. Palakat kelin. Adasi, ne palakatga o'xshab meni oyog'imni tagida o'ralashib yotibsiz? Adajon, ne kaktus ushlab oldingiz? Qo'lingizni olib turing, suv quymaylik. Hozir chiqonlarni qiraman, shu pishloq bilan. Paysahani bitta joyga qo'ymaysan. Voy qornim. Adasi, pishloq yeyman demisizmi? O'zim berardim. Nega sichqonnikini oldingiz? To'xta bolam. Xotining o'tib ketsin. Bu bizning palakat bo'ladi. Voy, ikkita erkak kishi bitta qimoshidan ko'tara olmadinglarmi? Tavba qildim. Kirboshdan sindirding. Mayli, o'zim zo'rini olib beraman. Ay, qaramaysanmi? Tushmaysizmi? Kelin bizni qaqqa olib keldingiz. Adajon, shuni saqachilar Nazarbek mostiga ketayotganingizda, chap qo'lingizda 9 etashkali uylarning birinchi qavatida diskont magazini bor. Bu yerda hozir 0012 aksiyasi ketyapti. Olg'a! Olg'ada o'ttiq ehtiyot bo'lish kerak. Adajon, esa kirmoshinlarni qarang, qop-qora rangli 8,5 kilolik. LG bilasizmi, 12 oyga 799 mingdan. Aytganda Adajon, 12 oyga 289 mingdan ham kirmoshini olib ketsangiz bo'lar ekan. Mana qara, iPhone 17 Pro Max 256 12 oyga 2 million 199 ming so'm ekan. Eng muhimi, o'zim xohlagan 3 qur'anga bir xil narx ekan. Bolam, qara, Premier televizor 55 talik 12 oyga 399 ming. Olib bersalaring futbol ko'rardim bolam. Lekin dahshat ekan. Ada, bu aksiyalar 13-maydan 22-maygacha disko do'konlarining barcha filiallarida amal qiladi. Qo'yin. O'yla palakat.
Ada, uyning narsalarni sug'urta qilib qo'ymasak bo'lmaydi. To'ppa to'g'ri bolam, birinchi bo'lib mani hayotimni sug'urta qilib ber bolam. Malakat kelin. Hajiya, chet eldaligimda uylanib olibsan, kelinim o'zi yaxshimi? Keliningiz tilla, xotin tog'am keldilar. Assalomu alaykum tog'ajon. Tog'am. Nima qilib qo'yding tog'amni? Malakat kelin. Ha jiyan, amakinga suyan. Amakijon kelibdilar. Qo'llaridan tarvuzni olmaysanmi? Amaki, tarvuz o'rniga shopda ololmabsiz-da, yumshoqroq tushadi. Jiyan, kelinni sho'xidan olibsan-da. O'tir nima aytadi, o'zim oshqib beraman o'choqda. Tarvuz qizil ekan, lekin. Buni nima qilmaydi? Qachib ko'rsataman. Jonim amaqimni nima qilib qo'yding? Hech narsa qilganim yo'q. O'zinglar aralashib bilmayapsizlar, tavba qil. Yeding-ku bilan. Kelay siz amakimga nima qo'ydingiz? Qanaqa palaka kelsiz? Siz nima bunday qilasiz? Qo'yib yeda qavut nima qilgan qo'yma. Ali amakijon. Yo'q, kelin, men buni ustiga qo'ya qoling. Sizdan choy olish xavfli-da. Tog'a siz yuzdan yashamang, ketaman. Ey, to'xta-chi. To'q miya nima qilib qo'ying bilasanmi? Ertaga tug'ilgan kuningda jiyanimni xafa qilding. Tug'ilgan kunimda. Ha mayli, ertaga uyga borib sovg'a berarman. Jiyan, bu senga tug'ilgan kuningga sovg'a. Rahmat, men bunday kutmagandim, to'g'risi. Buncha chiroyli bilan. Uchib ketolma. Dada, O'g'lim qayerga ketdi? Uchib ketdi. Qayerga uchib ketdi? Tepaga.